Bunaqasi kinoda bo'ladi. Bunaqasi kinoda bo'ladi, faqat. Kinoda bo'ladi bunaqasi. Real natija, real holat. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, kanalimiz kuzatuvchilari. Hozir Tojikiston Respublikasi Tursuzoda tumanida Obsharon mahallada Sakata kompaniyasining Suzana Plus va Yava bolgarlari ekilgan maydonda demak seminar joylarini tashkil qilganmiz. Bu yerda tajribali ko'chatchilar, tajribali dehqonlarimiz, hamkorlarimiz tashrif buyurishga, aynan shu jarayon bo'yicha sizlarga ma'lumot berib o'tamiz hozir. Hocaga Ferrari'ga mana sizda bir murojaat akam orqali sinov qilib ko'rdik Ferrari bolgarimizga. Endi aynan Tojikiston hududida qizilga bolgar yetishtirmoqchi bo'lgan dehqonlarimiz bor-ku. Mana Ferrari to'g'risida, uni yakuniy natijalari to'g'risida nima fikrlar bersak bo'ladi? Yomon emas, ekib ko'rdik. Ekadiganlar bo'lsa mana borib ko'rasizlar, o'zlaring ham borib ko'rdilar. Hozir qizargan payti, ayni payti. Ha. Hop. 3,5 kilo, 4 kilo hosili bor. Har bir tupiga. Har bir tupda o'sha qizarganning o'zi. Eksa bo'ladi. Yana hosil berishda davom etyapti, hojaga. Uni terib olsangiz, o'shani terganingizdan keyin yana davom etaverar ekan. Ha, uni ham palagi, poyasi, rivoji yoki kasalga chidamliligi qanaqa? Rivoji mana shunaqa, barglari ham xuddi mana shunga o'xshab ketadi. Baquvvatligi shunga o'xshash. Endi narx to'g'risida ham hojaga sir bo'lmasa, misol uchun sizlardan necha pul o'sha Ferrari'ni qizil holatdagisi hozir? 20 somon. 20 somon shu atrofda. 20 somon. Oddiy demak, och yashil bolgarlarimiz 5 somonmi hozir? 6 so'm, 7 so'm bo'lishi kerak. Ha, 5-6, demak 4-5 barobarga farqi bor. Farqi bor. Demoqchi bo'lganimiz, agar dehqonlarimiz eslasa, aynan hoja akam dalasida murojaat akam bilan video lavha tayyorlaganda aytib o'tgandik, buni yakuniy bir xulosasini beramiz deb. Chunki dehqonlarimiz aynan bizdan so'rashadi hojaga. Misol uchun Yava eksam yaxshimi yoki Ferrari eksam yaxshimi yoki ikkalasini plus minus tomon deganda, misol uchun Yava och yashil tipdagi bolgarlar tezroq hosilga o'tadi, tezroq misol uchun sotish imkoni bo'ladi. Uni sotish jarayoni kechroq qizilda. Ha, qizil kechroq. Farqi agar buni sabri chidab sekin qizil sotaman degan odam ekib qilsa, nimasi rezultati yomon emas. Yomon emas, ha. Bu yerda shunaqa holatida murojaat aka birinchi keldik, taxminan 1 oylik oldin keldik-da. Undan ham oldinroqdir balkim. Kelganimizda bu yoqda hoja akam aytdilar, ichkarida gul ushlashga qiynalyapti, meva ushlashga, o'simlik dedilar. Lekin biz o'shanda kelganimizda ziyodlarga mana boshlanish ochiq joylarda, ki yon joyda, har joyda plyonka ochilgan joyda meva ushlashda muammo yo'q. Lekin asosan o'rta qismdan tashqariga qarab turib nima kamayib borgan, ayniqsa markazda gul ushlash qiyinlashib borgan, havo aylanishi, aeratsiya qiyin bo'lgan. Keyin tavsiya qilib ketdik, o'sha nimani sal ko'tarib, adaptatsiya qilib, aeratsiyani yaxshilash. Chunki ichkarida dimlanish bo'ldimi, mana 35 gradusda yuqorida mana qarang, mana gul chertsangiz chang donachilar nima qiladi? O'sha o'simlikda spermatozoidlar deyiladi, o'simliklar ham, chunki bular ham jinsiy usulda ko'payadi. Agar o'sha 35 gradusdan ortadigan bo'lsa, changlanish, urug'lanishda o'sha muammo bo'ladi-da. Chang hujayralar, urug' hujayralar, tuxum hujayralar nobud bo'lsa, bu gul o'sha vazifasi, funksiyasi to'xtaydi-da. Gul o'zidan o'zi keyin o'zini tashadi, abort qiladi o'zini. Bu guldan kechadi. O'shaning uchun o'sha aynan changlanish uchun ham optimal sharoit, muhit kerak bo'ladi-da. O'zi o'simliklarda endi sizlarda ko'p yillik tajribali dehqonsizlar, o'simlik yetishtirishda birinchi muhit rol o'ynaydi-da. Agar biz qalin ekib qo'ysak, o'sha
aeratsiya yaxshi bo'lmasa, havo aylanishi yaxshi bo'lmasa yoki namlik yetarli bo'lmasa, o'sha metabolizm jarayoni uchun u ham o'simlik misol uchun nimasiga kechadigan o'simlikda kechadigan fiziologik jarayonlarga, o'simlikdagi o'sha fiziologik jarayonlarni fazalarni almashinishiga ta'sir qilaveradi-da, yo kechiktiradi, yo balki o'sha fazani butunlay amalga oshmasdan keyingi fazaga o'tkazib yuborishi mumkin bo'ladi. O'sha nimadan keyin menimcha plyonkalar ochilgandan keyin, setka bo'lgandan keyin havo aylanishi erkin bo'ldi. Bu yerda o'sha ichkari tomonlar ham bir xilda gul ushlashga, meva ushlashga shakllanib boshlandi. Hozir mana tagidan namlik yaxshi holatda. Bolgar o'zi namligi yaxshi ko'radi, faqat endi issiq paytda ortiqcha namlik bo'lib qizib qolsa, u ham bo'lmaydi. Bolgar sraz temperatura yuqori haroratli suv bolgar ildizini kasallantiradi, birdan so'lishga o'tadi. Lekin bu yerda setka bo'lgani uchun ba'zi 55% la, Akmal menimcha. 55% setka tortilgan. Ekilgan muddat qachon bo'lgandi? Akmal bu yerda? Hayitdan keyin ekkanmizda. Birinchi 18-martda bo'ldi menimcha. Zodlarga 18-ga ekkanmiz. Ha, 20-yillar atrofida martda ekilgan. Hayit shu 18dan bo'ldi. Hayitdan keyin bo'lsa, demak 19-20larda ekilgan. Umumiy maydonimiz qancha berdi hozir? 30 ga qancha ko'chat ekilgan o'shanda? 8000 ta ekildik-da. 8000 ta X sxemasi bu 70likmi hozir qator oralari? Ha, 70. 70lik. Ko'chat bilan ko'chat orasi qancha ekilgan o'shanda? Shu 35-40 ta. 35-40 hisobga, 1 metrga 3 ta hisobga to'g'ri qolar ekanda. Hozirgacha birinchi terimki qachon amalga oshdi? Birinchi terim endi sanasi esimda yo'q, shu taxminan qachonlardan terim boshlandi yoki necha marta terim jarayoni bo'ldi hozir yerda? bu 5 terim bo'ldi. 5 marta 5-6 terim bo'lgan. 5-6 marta terim bo'lgan. Yuqori yarsilarda ham hozir yuqori qismlarda ham bosqichma-bosqich meva ushlash, gullash jarayoni davom etyapti. Bozorda boshqa konkurent bolgarlar bilan nomi kerak emas boshqalarni. Ularni ham dehqonlarimiz tanlov qilishgan, ularda ham o'ziga xos afzallik bor. Lekin bozorda sotishda qanaqa, misol uchun Nashnovoda boshqada farq qiladigan tomoni bormi? Yaxshi bu. Suv uncha katta bo'lar ekan. Bozorda sotilishda muammo yo'q. Yo'q, muammo yo'q. Kilo berish qanday ekan? O'rtacha mana agar hozir bitta nimada bolgardan 5-6 terim bo'lsa, o'rtacha nechchi donadan terildi taxminan? Bitta bolgar tubdan. Endi hisoblaganimiz yo'q. Hay, ancha terdik-da. Qaydan dehqon akalar mana tajribali Murodjon akamiz kelganlar, ham o'sha ko'chat yetishtirish bo'yicha ko'p yillik katta hajmda tajribalari bor. Bevosita o'zlarini ham issiqxonalarda bolgar yetishtirish bo'yicha tajribalar bor. Murodjon aka, nima deysiz Yavaga? Nimani ko'ryapmiz? Ha, chiroyli, serhosil. Mana shu mevasidan. Bularga ham hali Akmal 1-2 kun bor ha yetilishiga. 1-2 kun bor yetilishiga. Yaxshi. 5-6 terim holatga Murodjon aka yomon emas, menimcha. Yomon emas, yaxshi bo'pti. Hozir yana Qaysi akamiz, Azamat aka siz ham ekkansiz Yavada. Siz qancha ekkandingiz Azamat aka? Men 16-17 sotib ekkanman. 16-17 sotib. 5 terdi. 5 marta terildi sizda. Bozor qabul qilish qanday bo'lyapti Azamat aka? 250-200 grammgacha bor kattasi. Har bitta mevasi. Yaxshi. 5 tergan bo'lsak, har 10 kun endi vaqtimiz bor. Haftasidan teradi. Biz boshqa o'zim ishlarimiz ham bor. 10 kun oralig'ida, 11 kun oralig'ida terdik. Kechadan oldin kun terib tugatdim. 12-13 kun bo'lib ketdi. O'sha yerdan 3 tonna 170 kg terdim. 30 sotiqdan, ha? 30 sotiq emas, 17 sotiq. 17 sotiqdan. Lekin men kapil sistemadan madrim kalsiy, madrim gumi o'shaga 10 litr har berganimda 10 litr haydaganman. Har bitta suvda. Ha, har bir suvda beraveradi. Har terimda suvda emas. Ha, terim oralarda. Har terimda. Keyin super energiya deganlarim yaqinda o'zimizning paxta shirkatida bolalar bor. Shu mag do'konlar bor, shuni tavsiya qildi. Shundan tashlab jo'natdim yana 2 marta. Demak, kalsiyga, magniga bo'lgan talabi qondirilsa, rivoji yana yaxshi bo'lib ketaveradi-da, asosan. Shulardan tashladim. Lekin
ko'plar tashlamaydi yoki men tashladim, hosildorlik yaxshi oldim lekin. Ha. 40 litr beraverdim. Kapilni bilan oziqlantirish sug'orish kapilnimi? Azamat aka sizda? Menga. Tom sug'orishdan. Hozir agar sir bo'lmasa, ana shu 17 sotixdan shu kungacha qancha bir hosil chamaladingiz? Terilgani, hali qolgandan tashqari. Tonnasimi? Birinchi terim 108 kg bo'lgan. Aha. 16 so'mdan regrga topshirganman. Aha. Ikkinchi terim hayitdan oldin 548 kg terdik, 10,5 dan berdik. Keyin hayitda 2 tonna 350 kg terdim. 10,5 11 so'm topshirdik. 3-chi terim. 4-chi terim hayitda o'tkazilsa narx pasaymasin deb 4-5 kunda yana bir terib oldim. 1,5 tonna terib oldim. Shu bilan yaqinda terib tugatdim. Ha, demak hosildorlik 17 sotuq uchun yomon emas. Men to'g'risi adashib qoldim hozir. Nima deysiz? Lekin tonna chiqishi dorilarni ham nisbatan yaxshi. berganman. Ha, oziqa berilishi ham yaxshi. Berganman. Man ham hozir kunduzda cherizm sug'urayapman. Ha, cherizdan suv berilyapti. Cherizdan suv 3-4 soat. Kapilnadan suv berganingizda qancha suv berasiz, misol uchun? 3 soat beraman. 3 soat suv oqadi. Cherizdan 3 soat suv oqadi. Demak, yava bolgarlar sizga ham ma'qul keldi, Azamat aka. Siz bilan o'sha urug' olish jarayonida Telegramda gaplashib, sizlar bilan gaplashib, borib Toshkentdan 30 pachka olib keldim o'zim. Sotib o'rningizda og'aylarimga berganman, tog'alarimga berganman. Menimcha sizmi ekansiz, aka? Sizda qancha joyda ekilgan hozir? Bizda 50 sotiq ekilgan. 50 sotiq. 25 sotiq yava bo'lgan. Ha, demak, o'sha 50 sotiq maydoni 25 sotiqda yava ekilgan. Shunday 25 sotiq yava ekilgan. Xo'p. Shu kungacha 8 terimda amalga oshirganmiz. Ekilish qachon bo'lgan sizda? Ekilishi xo'p 5-martgacha ekilgan. 5-martgacha bo'lganda mana shu katta dugada ekilgan. Katta dugada ekilgan. Xo'p, usti setka bilan yopilgan. Xo'p. Hay chiqishi yaxshi zo'r. Bu yavada menga yoqqan tarafi shunda bo'ldiki, mana bu yil shamol ko'p bo'ldi. Xo'p, havo injiq keldi. Men erta ochdim. Erta setka qilib tashlagandik, nima bo'ldi? Yiqilmadi. Ha. Qoyasi baquvvat bo'ldi. Qoyasi baquvvat bo'ldi. Hosil ko'tarishi menga 350 grammgacha keldi. Bitta mevasi. Bitta mevasi. Ha, maksimum demak 350 gramm. 350 grammgacha keldi. Tonna berishi zo'r. Ha. Sizga ma'qul. Endi nomini aytmaymiz, ikkinchi gibrid bilan taqqoslaganda, o'zingizda, yoningizda ekilgan ikkinchi 25 sotiqlik gibrid bilan taqqoslaganda plus minus tomon nimada? Ochiq, mana dehqonlarimizga yoki o'sha minus joyi bo'lsa, o'shani to'g'rilash uchun hali yondashuvni balkim o'zgartirish kerak bo'lar. Bu yerda sal yava kechroq chiqar ekan. Yetilish jihatdan. Yetilish jihatdan kechroq chiqar ekan. Aha. Kuniga nimaroq ekan, kechroq chiqadi, lekin mana bu poya mustahkamligi, xo'p, hosilni ushlab turishi, hosilni katartirib berish, tonna berishga yava zo'r ekan. Ha, demak, bitta demak, u gibrid bilan taqqoslaganda pishib yetilish biroz kechroq, necha kunlarga farq qiladi? Endi xo'p, qarib 2 terimga nima bo'ldi? Chunki birinchi terimda bu boshqa gibrid. Ha, boshqa gibridda biz xo'p barvaqtroq terdik. Bir 10-15 kun farqi bo'ldi. O'sha kilosiga buni ham yavani ham bir xil terdik, uni ham terdik. Biroz unda ko'proq tonna oldik-ku. Boshlang'ich qismida. Lekin hozir o'sha yava oshib ketdi. Yava oshib ketdi. Endi urug' tashlash, ko'chat ekilish hammasi agrotexnika hammasi bir xil bo'lgan-a? Bir xil bo'lmagan. Ha, farqi bormi? Muddatda farqi bor. Yava oldinroqmidi, u oldinroqmidi? Endi Murojon aka, u qachon tashlagansiz uni? Aka bilan. Ha, sekretini. Ha, demak, ko'chat agar men hozir shu joyini so'ragan Murojon aka, balkim hali urug' tashlashda farq bo'lgandir demoqchiman-da boshda. Urug' tashlashda agar farq bo'lsa, chunki hali eskidan hammamiz bobolarimiz aytadi-ku, ziyodlarga hali ho'kiz ustiga tushgan, tegib tushgan urug' bilan to'g'ridan to'g'ri tushgan urug'da ham farq bo'ladi. Balkim o'sha urug' tashlashda farq bo'lgan bo'lsa, aka, ko'chatni olib kelganimizda ham Murojon akadan olib kelgan ko'chatimiz rosa yetdik edi. Rosa chiroyli edi. Murojon sovuq edi. Rosa sovuqda olib ketdik. Qor yog'ayotida olib chiqib ketdik Tbilisadan. O'sha vaqtda ham tashlagani yo'q, nima qilgani yo'q. Bu yava endi qo'lda nima qildik, chiqardik. Kunam bo'lsa shu urug'ni oldin tayyorlaganim bor. Shuni sanadik. Kelgisini ham, bu yilgisini ham kechroq tayyorladik. Hosilga ham bizni kechroq kirdi. O'tgan yil shu paytlar zo'rlarga sizlardagi o'sha ko'krakka pash kelib turibdi. Bu yil endi Samandar ukamiz hozirroq o'qishlar bilan bo'lib nima bo'lib qoldi? Nima bilan bo'ldi? Pomidorga e'tibor qildi asosan, yangi. Bolgariya ham yomon emas, biroz nima bo'lgan? Bunga siz boyna aytganingizda men keldim bir kun, akam aytdi, "Yur" dedi. Nima uchun? Boshida bor hosil, o'rtada bor.
u boshida Ha. ko'rdim men shoshmang endi dedim. O'tgan yili biz ham yekkandik dedim. Nima uchun? Men aytdim buni dimlashdan hammasi, dimlangandan dedim. Shuni, Boshida bor hosil. shuni. O'rtada bor. Yana u boshida bor. Narigi boshda bor. Keyin o'rtalarga kirib ko'rsak, hosil yo'q. Ha. Akam dadasi sal nimada tezroq hosilga kirdim. Aka shoshmang. Bu yerda dimlash. Men bilganim shu dedim. Shuni. O'rtaga siz aytganingizdek issiqlik ko'pda bor. Issiq dim havo bo'ladi-da. Buni ko'proq ko'tarish kerak ekan. Keyin ko'taring dedim. Keyin shu bilan ko'tardi. Keyin yana bir kun aytdi. Hadil hosilga kirdi. Yana kelib ko'rdim keyin. Mana bunda mayda hosilga kirgan ekan o'rtalari ham. Lekin boshidalar уже hosil tayyor bo'lib qolgan bular. Hosil o'lchami oldinda. Oldinda ush. Hammasi shu shamol aylanishdan havodan ko'p zaif qilar ekan. Shuni, chunki mana bu narsa akalar shu buning ichida mana hozir agar yetilgan changchi bo'lsa bunda chersangiz changchi nima qiladi-da? Hozir yetilgani bormi ekan gulda? Shamol yetmagan joyi tayyor ekan. Shuni, mana bu Tayyorar ekan birinchi gulda. mana shuni ichida mana otalik organlar bor, andratsiya deyiladi. Mana tumshuqchalar bormi? Ha. O'ziniga o'rtada, ha. Mana shu changchisi. Changchisi bu spermatozoid deyiladi. Nima o'simliklarda ham jinsiy usulda ko'paygan uchun mana bu qora tumshuqchalar bu otalik organlarida. Mana o'rtada onalik tumshuqchasi bor. Ana o'sha onalik tumshuqchasiga tushib bu yerda changlanish bo'ladi. Agar mana shu chang donachalari o'lsa, issiqda 35 gradusdan yuqori bo'lib o'ladigan bo'lsa, gul o'z-o'zidan o'zini abort qiladi. O'simlik bu guldan kechadi. Chunki dimlanish bo'lsa, harorat yuqori bo'lsa, o'z-o'zidan bu guldan kechadi yoki xullas ana shu etap o'tib ketib qolishi mumkin-da. Aynan boshlanish birinchi fazadagi mana terilgan mevalarimiz balkim o'sha shakllanmay qolib ketishi mumkin. Keyingi mevalarda agar qulay sharoit bo'lsa, keyingisiga o'tib ketib qoladi. Birinchi etapdagi hosildan qolib ketishi mumkin-da dehqonlarimiz. Shamol tegmasligi ko'p farq katta bo'ladi. O'rtada shamol tegmagandan gul tayyorlar ekan. Mana shu bu yil ham sinadik. Shuni o'rtada zo'rligi mana onalik ustunchasi bo'ladi. Ustunchada naycha hosil bo'ladi. Naychaning tagida tuguncha bo'ladi-da. O'sha tumshuqchaga balgarda ichida balgar mevasini kesganimizda ichida qanchadir urug' bor-ku, misol uchun 100 tami, 200 tami. Ana shu har bitta urug'ni shakllanishi uchun bu yerda har bitta alohida urug'lanish, changlanish bo'ladi. Ana shu changlanish degani onalik ustunchasiga chang donachasi tushadi, u chang naychasini hosil qilib o'sib borib, tugunchaga kirib, har bitta tuxum hujayra bilan qo'shiladi-da. O'shandan urug' shakllanadi. Agar o'sha jarayon bo'lsa, keyin meva shakllanadi-da. Agar o'sha urug'lanish jarayoni, changlanish, birinchi changlanish, keyin urug'lanish jarayoni amalga oshmasa, bu guldan o'simlik kechadi. Keyin o'sha navbatdagi faza etapga harakat qiladi-da. Agar keyingilarda ham o'sha dimlanish, buk holat bo'laversa, o'simlikda o'z-o'zidan generativ organ deyiladi. Bu gul va gulda hosil bo'ladigan meva, tuguncha, o'sha urug' hammasi bu generativ organ hisoblanadi. Mana shuni hosil bo'lish uchun optimal sharoit kerak bo'ladi. Bundagi harorat odatda o'simlik uchun kerak bo'ladigan haroratdan ham 1-2 gradus pastroqni xohlaydi. Mana odam organizmida misol uchun tana 36 normal holat bo'lsa, aynan urug' hujayra hosil bo'ladigan qismda 34 gradus bo'ladi. Agar o'sha undan ortdimi, keyin salbiy tomonga o'zgarish bo'laveradi. Changlanish uchun. O'shaning uchun o'simlik uchun eng yaxshi biz qulay, optimal, komfort deymiz-ku. Sharoitga yaqinlashtiraversak, muhitda, sharoitda, shuncha o'simlik hosil berish potensiali ham yaxshi bo'laveradi. Kasalligi uchun biz har qancha eng yaxshi kompaniyani kimyo preparatini sepaveraylik, oziqasini beraveraylik, lekin muhiti o'simlik o'sishi, rivojlanishi uchun muhit qulay bo'lmasa, bu bo'lmaydi. Bizda misol uchun saunaga olib kirib qo'yib oldimizga eng yaxshi ichimliklarni, eng yaxshi yeydigan narsalar qo'yib qo'ysak, qani muhim bizda o'sha yerda chiqarib ol, qo'y kerak emas shu narsani deymiz-ku, to'g'rimi? Nafas olaylik tashqari chiqib deb. O'simlik ham xuddi shunaqa. Demak, aynan sizlar sharoitlaringizga, sizlar suvlaringizga gap bo'lishi mumkin emas. Suv zo'r sizlarda. Tuproqda sho'rlik yo'q, suvda sho'rlik yo'q. Menimcha balgar uchun eng yaxshi sharoitlardan biri. Misol uchun janubiy zonalar ancha issiq bo'ladi. Misol uchun bizda hali Surxondaryo, Termiz bilan chegara, misol uchun Sharto'z nimalar issiq bo'lishi mumkin, lekin bu zona, Regar zonasi aynan Sariosiyo tumanimiz bilan chegaradosh. Aynan nimasi yaxshi, ob-havo sharoiti, iqlim sharoiti.
Demak, yakuniy xulosa har bitta yig'ilishda hali qaror qismi bo'lar ekan Murodjon aka. Demak, yakuniy xulosa qilsak bo'lar ekan. Demak, aynan mana shu Yava balgarlarimizni, Ferrari balgarlarimizni Tojikiston hududidagi dehqonlarimiz uchun, so'ragan dehqonlarimiz uchun mana real natija, real holat. Demak, ikkisi qo'ldan kelgancha demak agronomik maslahatlarni berib borishimiz mumkin yoki mana shu ekkan bir necha marta ekkan dehqonlarimiz bo'lsa telefon raqamlarini berib bevosita fikr almashish imkoniyatlari bo'lishi mumkin. Murodjon aka, Hoji akalar xo'p desalar, endi Suzana Pilis pomidorimiz bor ochiq dala uchun sal pastroqda. Chunki bugungi e'lonimizda ham balgar bo'yicha ham pomidor bo'yicha e'lon berganmiz. Shu pomidor bo'yicha ham bir fikrlashsak sizlar bilan. Suzanani o'zi o'tgan safar reklama qilamiz dedilar, biz o'zi o'shani oqtarib yuribmiz. Bo'l, o'shani hozir ko'ramizda, xo'p desalar. Samandar biladi aslida. Men Samandar qachon ekilgan bu yerga? Suzana Pilisi 27-28 ekilgan. Qaysinisi duga endi? Qani ekanlar turibdi. Lekin bunga qaraganda uni o'zgarishi yaxshi bo'lar ekan, sal kasallanadi. Hosildorlik-ku. Hosildorlik o'zgarishi ham tez bo'ldi bunga qaraganda. Bu pampers qilingan shunday. Ha, pampers qilib ekilgan, pampers deyishar ekan sizlarda. Faqat bu yerda bitta xatolik deymizmi, holat bo'lgan, sababi boshqa gibridlarni ekish sxemasida ekilganda, odatdagi ekirilgan pomidorlarni ekish sxemasida ekilgan, lekin bu Suzana Pilusga oziqani bersangiz, sharoitini qilsangiz, buni o'suvi kuchli. Palay baquvvat bo'ladi-da. O'shaning uchun bu hozir ekish sxemasi buning uchun tor bo'lib qolgan. Bu yerda hozir mana ko'rishimiz mumkin, palaylar bir-biriga yotib, hosil hisobiga yana tepaga o'sha oziqa, suv bo'lgan hisobiga tepaga qarab o'syapti-da, bu joy talashyapti. Mana bu yerda samandar boshqa gibrid ekilgan, bu yoqda menimcha. Mana bu yoqda boshqa gibrid ekilgan, bir 4 qator. Lekin bir paytda ekilgan bir xil agrotexnika buni mana shunaqa sharoitlarga, mana chidamliligi anchagina farq qilyapti. Mana qo'shni dalada Salimjon akamiz ham ekkan, ular sal keyinroq ekan. Salimjon akam o'zlari ham bor, ha? Salimjon aka. Sizda ekish sxema sal boshqacha kengroq bo'lgan. Samandar mana bu nimalar 4 ta qator boshqa gibrid bu. Mana shu 4 qator boshqa gibrid. Mana buni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana Suzana Pilis bilan buni yaqqol taqqoslash imkoni bor. Lekin mana bu gibrid ham sochi yomon gibrid emas. Chunki bu O'zbekistonda ham juda katta maydonga ekiladigan gibridlarda. Bu yerda endi o'sha g'ovlash hisobiga boya aytganimizdek palak o'sib ketgan ichki gullarda changlanishi, meva ushlashi ko'p abort bo'lgan. Ha, changlana olmay qolgan. Endi buni faqat ekish sxemasi nima bo'lishi kerak? Kengroq bo'lishi kerak. Murodjon aka, mana bu poliyamiz ham erta dehqonlarimiz ko'rib sizga ko'chatga zakazga kelib qolishi mumkin-da. Siz ham hali ko'rsangiz ikkilanmasdan xudo xolasa tavsiya qilaverasiz bu ekish sxemalari bo'yicha Suzanani. Bu ham Suzana Pilis Salimjon akamning dalasi. Bir oy keyin ekilgan. Bir oy keyin ekilgan. Mana zo'r ekilgan aka. Bu Uni prosa orasini qarang. 40 yillik qilib tashlagan. O'shanda ana shu siyrakligini hisobiga zo'r. Bu ham zo'r bo'lgan, bu qalin ekilib ketgan. bu qalin bo'lgan-da. Bu dim bo'ldi-ku, ushlalmadi bu. Shamol yurmadi uni orasi. Mana bu yuqori yarishlarda ham gul ushlash ham yaxshi davom etyapti. Hosillar ham mana erkin turibdi-da. Katta-kattada. O'sha urug'dan Ha. ko'rsatdimku, o'shani. Shundan? Ha, bo'lmasa sizlar shu bo'lish kerak. Bu Tiflisani ichidan ekildi. Ha, Tiflisani ichiga o'tgan yil Shartuzda bir akamiz ekadilar, 3 gektar ekadilar. Xalodnaga. Endi mana shu joyda bitta qizargani bor ekan, Xo'ja aka, mana shu qattiqligiga bir baho bering. Xolis, mana siz bilan o'z bugun ko'rishib turibmiz. Qattiqligi, nima deysiz? Qattiqligi ham zo'r. Qattiqligi ham yaxshi. Ochiq dala pomidori uchun. Lekin qattiqligi yaxshi. Lekin pomidor. Ziyodligi mazza ta'mi yaxshi. Ta'mi yaxshi. Ha. Hosildorligini ham mana bu Hosildorligi ham ha. Qana hosildor. bo'lib qolgan. Mana. Bundan ortiq bo'lmaydi-da, endi bundan ortiq bo'lsa, kerak ekan shamol gulam telamay. tortishga qiynalib qoladi bundan ko'payib ketsa. Ha. Buni faqat mana shunaqa boshlanish paytida gul ushlayotganda, meva ushlayotganda nima qilib qo'ymaslik kerak-da, hali suvdan tortib qo'ymaslik kerak. Suzana Pilis bo'yicha agar kimlardir savollar bo'lsa,
fikrlashamiz. Buradagi shu avval biz yoshligimizda Aha, qanaqa ekinlardi. aha. To kech kuzgacha pomidor bo'ladi-da, hoji bu. Hozir Ha. unaqada yo'q, ha, o'zi yo'q. Imini xudo xohlasa Murodjon aka mana shu dalada nasib mana shu kech kuzgacha borish ehtimoli bor. Mana hozir yondagi ikkinchi gibrid ko'rdik-ku. O'sha kasallanish boshlangan. Xuddi o'sha siz aytgandek holat boshlangan. O'tgan yili Surxondaryoda, Denoda Olma akamiz bilan Narzul akamiz boshchiligida Shuhrat akalar o'sha 8 gektarga yaqin maydonga ekilganda o'sha yerlarga sizlar seminar boruvdilar-ku. O'sha 16-oktyabrda ham Kakra Samandar oldiga kelib, keyin bu yoqqa borib syomka qilganmiz uni ham. Ha, oktyabrda o'shanda ham nima bo'lgan? Tergansizlar Ha, hosil terish jarayoni davom etgan o'shanda. O'sha 27-aprelda 2-maygacha bo'lgan oralarda ekilgan. 5 kun 4 kun. O'zi kechki salqinga ekmaydimi, ikkinchi hosilga yo bahorda ekilgan shu. Yo'q, aka 27-aprelda 2-maygacha bo'lgan muddatda ekilgan. Shu ham Suzana Pilusmidi? Suzana Pilusida. O'sha ham qarasa terasi. kuzgacha hosil beraveradi, davom etaveradi.